Dangasalar uchun bitada pishib chiqadigan qirg'ichli pirog retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bismillah deb elangan unimizga margarinlarni solib kroshka qilib olamiz. Ketidan razrıxlитель, vanilin, tuxum sarig'i, qaymoq yoki smetanani solib qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib, ikkiga bo'lib morozilkaga muzlatganni olib qo'yamiz. Muzlagan xamirimizni cho'rkani kattasidan chiqarib olamiz. Keyin bezak qilib olamiz. Tuxumni oqiga bir chimdim tuz qo'shib, oppoq ko'pik bo'lgungacha ko'pirtirib, shakar solib, yaxshilab ko'pirtirib, xamirimizni ustiga solib tekislab olamiz. Ustidan yong'oq sepib, qolgan xamirimizni ham cho'rkadan chiqarib olamiz. Tekislab, duxovkaga past olovga pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan keyin ustiga sug'ushonniy moloko surib, xohishga qarab kokos va strushka sepib, kesib dasturxonga tortishingiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Endi hech ham erinmasdan bitada pishirib olishingiz mumkin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlangiz qilib oling.